Favqulodda vaziyatda nima qilishni bilasizmi? Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda men Fizik Ibrohimov LSL School o'quvchilari bilan o't o'chirish balonidan qanday foydalanishni amalda sinab ko'ramiz. Bilamizki, sovuq fasllar kelishi bilan yong'in xavfi ortadi. LSL School o'quvchilarini har qanday holatda yechim topishga o'rgatadi. Yong'inda eng samaralisi o't o'chirgichlardir. Ular suvli, ko'pikli, kukunli, karbonat angidridli va aerozolli bo'ladi. Biz ishlatganimiz kukunli bo'lib, 1000 volt elektr qisqa tashuvlarda ham ishlatish mumkin. Avval kalit olinadi, so'ngra tutqich bosilsagina sepishni boshlaydi. O'chirgich yong'in tomonga qaratilib, uzluksiz yoki qisqa bosiladi. O'quvchilar jarayonni katta hayajon bilan bajarishdi. Hayotda bunday ko'ngilsizliklarga uchrashmasin, lekin endi o'zlarini yo'qotmasdan hammasini nazorat qilishadi. Kommentariyaga yana qanday usullar bilan o't o'chirish mumkinligi haqida yozib qoldiring. LSL School bu hayot maktabi.